أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Allah Teala Nisa suresi 136. ayette aytadi: Ey iman keltiruvchilar, haq ishoni bilan ishonamiz Allohga, Rasulina indirgan Qur'onga ham avval indirilgan kitoblarga. Allohga haq ishonu, Alloh itoat etish va ibodat qilish bilan, Rasulga haq ishonu, Alloh yaru bilan, Qur'onga haq ishonu, onu bilan amal qilish, ham oxiratga haq ishonu, oxiratga hazırlanish bilan bo'ladi. Birov Allohga, onun farishtalarına, kitoblarına, rasullarına ham oxirat bilan ishonishni inkor etsa yoki haq ishoni bilan ishonmasa, u kishi bir yiroq qolishi bilan adashdi. Umar radhiyallohu anhu so'ylagan, bir vaqt biz payg'ambar yonida o'tirganda, kutmaganda bizning yonga ko'z yomon oldida oq kiyimli, oq qora shashli kishi keldi. Onun qiyofatine qaraganda musafir deb aytib bo'lmaydi. Biz birimiz de onu tanımadık. O kızları Peygamber Aleyhisselam'dakine atayıp doğrulup edip onun başına oturdu. Onların sizlerine koydu deyip Muhammed Peygamber'e sorular veriyor. Cevaplar albaş Resulullah turunda vakıya varımızdan mağlum. Bu kişi Cebrail farişteydi. Hem Peygamberimizden iman turunda soradı. Ve akbirni an iman. Kale en tu'mine billahi ve melaikatihi ve kutubihi ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Azam iman turunda söyledi etti. Allah'ın elçisi Aleyhisselam iman kul Allah'a, onun farishtalarına, onun yazılarına, onun peygamberlerine, sonlu günge yaxşının da, naşarının da saldan bilgilerine işarılı deb javob berdi. İman keltiruv o'zi ichib boshqarilsin degan so'rovga Kur'an'da alim İmam Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad At-Tahawi akidah bo'yicha yozganlarida bunday aytdi. Wal imanu wal iqraru bil lisan wat tasdiqu bil janan. Ya'ni iman qo'l bilan aytuv, yurak, ko'ngil bilan qabul etish. Qur'onning shaxs musulmon to'rtta ziyollarning birisi Ahmad Qani Maqsudi Ibadat İslamiyet kitabında İslam dininde her bir vali ve akıllı olan bendege farz olan ulug' ibodatlarning birincisi iman. İman bu şanı. İkrar şanlarının dil bilan aytib. Mümin musulmon bo'lgan kishiga İslam dinining haqlig'ini, qamoqda bo'lgan har bir hukmlarga ishonib, iman keltiruv va shonlarning dil bilan aytuv farz. İmanni arabcha aytuv uchun mashhur iman kalimalarining birisi آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبحث بعد الموت. İnandım Allah Teala'ya, onun farishtalarına, onun kitaplarına, onun peygamberlerine, ahiret gününe, takdirinin yaxşısı da yamanı da Allah Teala'dan bulduğuna, hem bilgenden sonra yamadan dirilgan. Rabbimiz Allah'ın Kur'an'da aytilgan isimlarining birisi El-Mu'min. Bu isimning ma'nosi ishonishli deganni anglatadi. Shunday-ku bu isimning boshqa ma'nolari da bor. O'zining to'g'ri qo'llariga ishonish ham iymonlik berishi, imonli qo'llarini qiyomat kuni azobdan saqlovchi, o'zining qo'llari bilan kelishuvlarga omonatli bo'lishi, imonli itushi, itoatli qo'llarini qutqaruvchi. Adam bolasi iymon keltirsa mu'min deb sanaladi. Mu'minlar turida Alloh Taala Müminler suresinin 1. ayetinde bulay aytdi. Qad aflahal mu'minun. Hiç şeksiz müminler ümit etgan, ham tilagan narsalarına erishdilar.
hem Allah'a ko'ngli, yuragi bilan ishondi, tili bilan shuni rostlaydi, umri bo'yi shunga to'g'ri bo'lib yashadi, u kishi Allohning rahmatine erishadi. Bugungi va'zni Mu'minlar surasining so'nggi oyatidagi duo bilan tamomlasak kerak. Unda Alloh taolo chekli payg'ambarimizga amr etdi. Va qul robbi g'fir warham va anta xayrur rohimin. Ayt: ey Robbim, meni ham mu'minlarni yorliqa, ham rahimli bo'l. Sen rahmat etuvchilarning eng xayrlisi. Barakallohu lana